Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan fosh etilgan yana bir necha holatlar haqida gapirmoqchimiz. Bu safar gap adolatni ta'minlashda xizmat qilishi kerak bo'lgan ayrimlarning o'z mansabi va qasamini suiiste'mol qilgani haqida bo'ladi. Xizmatning Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda poytaxtda faoliyat yurituvchi advokatlar hay'atining muqaddam sudlangan advokati noqonuniy tarzda 5000 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Hozir xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan xizmat tartibiga arizasi bo'yicha qo'ldan pul oldim. 5000 AQSh dollari shunday joyga haqida shumkasish. 5000 dollar oldingiz. Ko'ryapsizlar, och yashil tusdagi kukunizlari. Ko'rishlari mumkin. Belgidagi shunda. Ko'rinib turibdi. Mana bu oyoq osti qismlarda bir dona mobil telefoni va qora so'zlari yozilgan pul. Aniqlanishicha, u Mirobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi yurituvida bo'lgan Jinoyat kodeksining 131 va 135 moddalari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi ayblanuvchisidan sud tizimidagi tanishlari orqali 135 moddani olib tashlab, unga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanishida yordam berish evaziga 10,000 AQSh dollari talab qilgan. Samarqand shahrida kuzatilgan holatda mahalliy advokatlik firmasi advokati jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida ko'rilayotgan Jinoyat kodeksining 273 moddasi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi ayblanuvchisiga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanishida sud idoralaridagi tanishlari orqali ko'mak berish evaziga 4000 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Bu bilan mana buni ko'ring. Bu kabi qonun buzilishi Sirdaryo viloyatida ham qayd etilib, Guliston shahrida faoliyat yurituvchi advokatlik byurosi advokati Oqoltin tumanidagi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbaridan 450 million so'mlik dori vositalarini olib, pulini bermay yurgan shaxslarga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi idoralardagi tanishlari orqali jinoyat ishi qo'zg'attirib berish evaziga 1500 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. O'ng qo'lida, chap qo'lida kunduzlar bu. Bunda og'riq sanaymiz. 1, 2, 3, 15 dona pulimiz. Hozirda uchala advokatga nisbatan ham Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi va 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Poytaxtimizda